Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bolalar nima gap? Charchamayapsizlarmi? Joninglar omonmi? Balansda 1 million so'm bor. Qo'ldan kelgancha maksimum 20-30 million so'mga ko'tariladi, yechiladi. Yana bir narsani boshdan eslatib o'tib ketaman. Bizda mana bu yerda sekund ko'rinib turadi. Boshidan oxirigacha videoyimizda qancha sekund bo'ladigan bo'lsa, oxirida o'sha sekundini ham boshqasini ham ko'rsatiladi. Yutsam yutdim, yutqazsam yutqazdim, обязательно hammasi ko'rsatiladi. Undan keyin mana bu o'yinlarni ko'pchilik o'ynagan, hozirgi vaqtda ham o'ynaydi. Ba'zi bilgilari minusda, plyusda odamlar ham bor. Kam, juda kam. O'shaning uchun men o'zim immindan 2016-yillardan beri bu o'yinlarni o'ynab kelaman. Обязательно kamchiliklari bormi, boshqasi bormi tushuntiraman. Qanaqa qilib pul ko'tarsa bo'ladi, обязательно tushuntirib o'tib ketaman. Balansda 1 million bor. Qo'ldan kelgancha ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Tak. 19 yana bitta 100 ga ko'taraman. Birinchidan berdi, chunki berish ehtimoli bor. Bermadi, yana 50 ga tushiramiz. Tak, 13, 21. Normalniy. Bergandan keyin ko'taramiz. Tak, 20 sirazi 18. U yog'i 100 ming so'm 1 minut ichida foyda qilib oldik. Xohlagan o'yinlaringga kiringlar, foyda qilsa bo'ladi. Undan keyin videoni mana boshidan aytib o'tib ketaman. Ozgina asabiyroq bo'lib qolganman. Immindan обязательно shu o'yinlarning orqasidan bolalar. Shuning uchun agarda tabi xiralar bo'ladigan bo'lsa, ko'rmasligini tavsiya qilaman. Chunki voy harromi, nima deyapti bu? Harromxo'r. Yo-mayo, kirgizmayapti meni. O'ynatmayapti mana uni. Onang nimaga. O'shaning uchun bu videoni boshidan eslatib o'tib ketaman bolalar. Mana bizda obязательно hammasi ko'rsatiladi. Tushuntirib, o'zim qo'ldan kelgancha harakat qilaman iloji boricha. Xo'p, tak 4 koeffitsient berdi. Taka shu menimcha kattaroq koeffitsient berib yubormasdi kerak. Chunki men bu kорабль qo'shib turganda qiyin berib yuborishi. Tak 4 bitta chiqamiz, boshqatdan kiramiz. 150 ming so'mni urib ko'ramiz. Hop. Bitta bergan xohlaganingni. Yaxshi, 4 koeffitsient bor. O, yaxshi, 300 ming so'm, assalosiz. Primer 2 minut 2,5 minut. 1 millionni 1,5 million so'm qilyapmiz. Keyin mana tushuntiraman bola, bir internetda hozir bir ikkita harflar ko'payib ketganda, iltimos mana shunaqa harflarga ishonib qolmanglar bolalar. 100 mingda 500 million qilib 600 million so'm qilib degan harflar bor internetda, o'zlaring ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agarda mana bitta sekund turadi, boshidan oxirigacha ko'rsatib beradigan bo'lsa, ko'targanini shuni 100 mingda qancha 500 millionga deyaptimi? Agar ko'rsatib bersa, shuni gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bolangizdan olish kerak ekan, вообще zo'r ekansiz deb nima qilib обязательно aytib chiqaman. Lekin qiyin narsa bu. Shuning uchun ishonib qolmanglar. Ko'pchilik masalan ko'taryapti pulini, ko'tarib turib qaytib tushib qo'yapti. 1 million so'mda mo'sh 5 million qiladigan bo'lsa, ko'taryapti, u mana qo'ynayman deb turib tushib qo'yapti. O'shaning uchun qiyin narsa. Maksimum 3 marta depo qilsanglar bo'ladi bu o'yinlarga. Masalan, men shunaqa 30 mingdan menga urib ko'ramiz 6 taga. 3 4 to'rinsida chiqdi 40 10 dalifga qildim 2 3 4 5 oxirgisi 6 asal 1 million 600 ming bo'laveradi. Xo'p, qayerda edi ana o'yin bor edi bitta. Mana shart alaydigan o'yin u. Shu o'ynab ko'ringlar. Xohlagan o'yinlaringga kiringlar bolalar, foyda beradi. Xohlagan. Masalan, mana bu o'yinga kirdim, mana o'yin tomonda bosib chiqani. Tak. Chapni bosdim, chapdan chiqib keldi. Xo'p, 60 ming so'm, hozir 30 ming bizga foyda berdi. 10. O, yaxshi. 120 ni sirazi olamiz. Sirazi qochamiz. Primer 1 million 560 ming bo'lsa foydani qilib oldik. Xo'p, lucky kartga kiramiz. 30 mingdan uraylik. Qizil. Assalosiz. Katta ehtimol shuni ustida g'ishdan chiqib beradi. Tak, chilli chiqdi, qoraga uramiz. Yana qoraga. Sersa chiqdi. Tak, 60 ming so'm bilan g'ishtinga uraman. Tak, qora yana. Yaxshi 240 ming so'm. Tak, yana qora. Chilli chiqdi, qoraga. G'ishtinga. Yana qora. Yaxshi 240 bor.
bitta qorani olib chiqing. Assalomu alaykum. 1.920.000. Nimaga asosan uryapman? Mana masalan hozir shunga tushuntiraman-da. Qizil chiqyapti-yu, qizildan keyin qizil beradi katta ehtimol. Shuning uchun g'ishtinga uryapman. Sersa chiqsa g'ishtinga uryapman. Xullas 4 koeffitsiyentga harakat bo'lyapti. Shuni shunaqa qiyin narsa emas u. O'yindan ham tushunib olsanglar bo'ladi. 2 millionga pashti ko'tarib oldik. Gap yo'q. Вообще. Xo'p, Plinkoda o'ynab ko'ramiz. Plinko ham bersa zo'r berib yoradi bu o'yin ham. Mana qaysi o'yinga kirgan bo'lsam foyda bilan chiqdim. Tak, 40 mingdan 1 2 3 4 5. 1 3 berdi xolos. 1.890.000 ozgina yedik. Tak. Buni kattaytiramiz yuqoriga qo'yib turib 29 ga. Qani 1.5 koeffitsient. Oy, 29 tushmaysanmi? Harom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tak 10 ta sharik bu safar yedik. 40 ni 80 ko'taramiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta sharikcha chiqdi. Oy, yaxshi. 29 ushadik. 3.600.000 borlar. Normalniy. 3.600.000 so'm bilan pashti mana 6 minut 7 minut ichida chiqib keldik Plinko bilan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Plinko ham mana shunaqa beraman desa jinnicha berib yoradi. Kiramiz 100.000 bilan men buni 20 ga bitta aylantiraman. Bittada tushib beradi katta ehtimol, ha? Tushib berasanmi? Ay deb qo'ydim, lekin tushmadi bu haromi. Ishonish kerak-da. 100% tushaymi hozir deyish kerak. Shunda katta ehtimol tushib berishi mumkin. 10 koeffitsient qizilga bosib ko'rdim. Kelsa 1.5 million ekan. Hop. Assalom, yaxshi. 4.850.000 so'm borlar. Minutda topib chiqdim, ko'rdinglar-ku. Vashi gap yo'q. Xo'p, qaysi o'yin bir yaxshiroq ko'tarsa bo'ladigan. Daysga ham kirib ko'ramiz. Days ham vashi udar o'yin. Prosta borlar paddeshga qilib yuboringlar. Mana обязательно tushuntiryapman qo'ldan kelganicha hamma narsani. Prosta bitta like bosib, bitta kommentariy yozib qo'yinglar. Kamida 500 odam ko'ryapti bitta videomizni. Kimgadir foydam tegyapti. Undan keyin yana kimlardir qanaqa kamchiliklarni biladigan bo'lsa yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha kimlargadir foyda bo'ladi. Menda juda ko'p. Hozir men imini aytayapman, masalan 3 marta depo qilinglar. 1 million so'm bitta solinglar, yedinglarmi, orqasidan yana 1 million so'm. Yana yeb qo'ysanglar, orqasidan 2 million so'm. 4 million so'm общий depo qilyapsizlarmi? 4 million depodan kelgan. Agar uni ham yeb qo'yadigan bo'lsanglar, 20-30 million so'mgacha harakat qilinglar. Ko'tarilmasa 4 soat, 5 soat dam olish kerak bu o'yinda. Bu o'yinlarda ham beradigan vaqti bor. 10 ga 10 nechiya berdi. Beradigan vaqti bor. To'g'ri kelib qolsanglar, qachondir pul yutasizlar-da, 20-30 million so'm. Ko'proq 3 martada yo 4 martada to'g'ri kelaman. 30 million, 25 million mashaqa. Endi 4 milliondan soladigan bo'lsam, hisoblanglar, 3 marta solsam 12 million. 4-sida 25 million, 30 million so'm chiqarib olaman. Обязательно foydada chiqaman. Unaqacha katta foyda bo'lmaydi. 5 milliondan oshiqroq, 5 million 100. Oy, asalochiz, 5 million 200.000 so'm. Vashi gap yo'q. Xo'p, vampir kursga kiramiz. Bo'ladi, bolalar, normalniy pashti 5x ga ko'tarib oldim. Bizda unaqa qirqilgan, kesilgan joylar bo'lmaydi. Mana bitta 8 minut 40 sekund videoni ham demak ko'rib turgan bo'lsangiz, 8 40 minut 42-sekundda turibdilar. Tak, 20 mingdan zaryadkinga uraysan. 80 ming berdi boshidan. Endi shu 80 ni yeydi hozir aylantirib. Tak. O, yaxshi, 200 ming. Katta rozumma bilan ushlash kerak edi-da shuni. O, yaxshi, 200. Hayli. Ya 500 ming so'm sessida urdim. Boshidan 3 beruvdi, yana katta ehtimol ikkinchisiga ham tushib beradi. Shuning uchun 5600. Bo'ladi. Men Kingdom'da ham o'ynasanglar bo'laveradi. Yaxshi o'yin bu ham. 50 koeffitsiyentdan tushib qolishi mumkin bolalar. Tak. 20 mingdan boshlaymiz. 200 tushmagani, 100 ham tushmagan, lekin 50 da ushlaganman. Men bu endi 10 ming koeffitsiyentlar как bitta boshqa o'yinlar bor, slot, balobatlar, shularda maksimum ushlagandaqa gap. Qiyin narsa, по-моему, berishi. Hop. 5-6 bilan chiqdik. Tak, 40 qo'shamiz, 5 marta bermadi. Mana bitta 200 ming so'm sirazi beryapti. Bitta qo'shasiz 4 yoki 5 ta. Bitta qo'shadi hozir. O, yaxshi, jonizdan.
Bitta 5 bergandan keyin boshida qo'shmadim, ko'rdinglar. Bitta 5 beryapti, orqasidan 20 qo'shyapman, yana beruvdi, yana qo'shdim, yana berdi. Bergan vaqtda qo'shasizlar, bermaganda jaqqada chiqib ketaverasizlar. Agar minus bo'lganda taqdirimda ham chiqib ketardim bolalar. Qo'ldan kelgancha maksimalni tushuntirishga harakat qilyapman sizlarga. Tak, 20 40 200 ming so'mdan mana uni aylantirib ko'ramiz. Bitta 5 qolguncha. 5 ta agar yaxshi 5 minutdan tushib ketsam, mabodo sirazi chiqib ketaman. Qaysi o'yinga? Men bu nimalarni liniya qilib qo'shmadi-da. Joningizdan 800 ming so'm, 6 million 700 ming. Shu yerda ko'z tegmasam bugun ajal berib turibdi. Hamma o'yin bor-ku. Aytayman-ku, vaqti bo'ladi vallahi, shu vaqtiga to'g'ri kelib kirsanglar bo'ldi. Mana bu Candy Fest'ga ham kirib ko'raylikchi. Как будто bu ham Bonanza'ning birida. Bonanza bilan bir xil tempda ishlaydi. Tak 300 mingga olingan, 600 900 yo'q, 600 ming so'mga bitta olamiz. Tak 6 million so'm balans qoladi, agar bersa ham bermasa ham chiqib ketaveramiz. Berib yorsa, lekin yaxshi summa berib yorishi ham mumkin. 10 ta spin berdi-yu. Voy haromi, 7 tadan qada beryapti bu hammasini. Uzum ketdi 25x. Banan ham ketdi, yaxshi. Pliva. Bo'laveradi. 300 ming so'm, 400 ming ekan. Normalni 6 ta spin bor. Uzum ketdi. Banan ham ketdi, fioletgachi. Yaxshi, fioletga ham qo'sh. Mayli, bo'laveradi. 70 ming shu ham. 500 ming so'm qaytarib oldik уже. 50. Voy haromi. 50 da qaranglar. 200 borganini oxirida berdi. 8x bilan 144 ming, 5 ta spin. Mana bu 4 ta tushib berdi oxirida. Tak. 600 ming so'mga olingan. Foydamiz bor 30 ming so'm. Endi bilmayman, paka bersa berdi, bermasa mana 600 ming so'mni qarmab chiqamiz. Keyin bu o'yinlarga agar yangi kirmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, vallahi iloji bo'lsa o'ynamanglar. Lekin shunaqa narsada o'ynaganning sari o'ynaging keladi. Shunaqa o'yinlar bilan odamni halovatini olib qo'yadi. Uyqu, sog'lik, bir stress, balobatlar, hamma narsa shu o'yinlarning orqasidan kelib chiqadi. Yaxshi, yaxshi. Qo'sh, banan ikkita 15 koeffitsient, spin bor, 10 bitta, yaxshi bo'laveradi. Odamni mana shunaqa halovatini, uyqusini har tomonlama qiynaydi-da. Yana 3 ta bor, 14 ta. Bersa kerak, hatto foydada chiqsam kerak. Yaxshi. Bo'laveradi 12 mingga. 100 ming shu ham. 200 ming pulimiz bor baka. Uzum. Tushmadi-da uzum, 30 ming bo'laveradi. Bitta liniya, iltimos, uzum ketdi ko'k. Torg'iz ketdi x. Shu yerga 8, yaxshi, 27 mingga. Joningizdan 212 ming, 400 ming pulimiz bor, 10 ta spinimiz. Tak, bitta qo'shib yuboring, yaxshi iksovkalar bilan. Shu yerga 50. Yaxshi, yaxshi. Joningizdan bo'lar ekan, 2 milliondan oshiq, 2 million 400 ming. Assalosiz. 8 spin bor paka. Hop. Yomon berdi bor-ku, yomon asal berib qo'ydi. Sliva ham ketdi, x yana. 50 qo'shib yuborgan shu yerga. 25. 25 2 milliondan o'tkazib oldi. 600 ming so'mlik spinga. Gapi yo'q prosta takka. Hop. Iltimos. Tak. Torg'iz ketdimi? Ketdi. Qo'sh yana. Mayli, bo'laveradi. 70 ming, 3 million 200 ming berdi vallahi, gapi yo'q. Vashi asal berdi. 10 millionga qadab oldingmi? 19 million 300 ming so'm. Sraz irg'idim. Bersa ishtimamasda, mana o'yindan kelib chiqib kiryapman vallahi. Mana bu o'yinlar beryapti, kirib olyapman, beryapti. Agar yesam, masalan, menda 1 marta, 2 marta, 3 marta yeb qo'yadigan bo'lsam, может bit bo'ladi-yu hammada. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'ynamayman. 4 soat, 5 soat dam olaman. Uni sizlarga aytdim. Xo'p, qaysi? Men bular qiyin-da bu pastdagi o'yinlar. Mario ham va pishga oldin o'ynardim. Sal berish qiyinroq bo'lib qolgan. Tak. Olimpiyaga qiyin endi. Qaysi o'yinda o'ynashni ham bilmaysan. Ne qilaman? Hozir jinnisini chiqaraman. Ana uni ham o'ynab ko'ramiz hozir. 200 ming 220 ga. 8 million qolguncha bosamiz. Kelsa 4 million keladi. Bitta tushib berishi mumkin. Voy yetim o'tib ketdi.
Ano nimani ham o'ynab ko'ramiz. Tepadagi Sugarashni ham bersa yomon berib yuboradi ekan. Ko'rdim uni ham. Internetga уже chiqib ketadi o'yin chiqqandan keyin kimlardir baribir o'ynab ko'radi. 20 mi? Asal olib. O jonim. 4 million so'm bolalar mana 15-minut 17-sekund 12 milliondan oshirib oldik. Pastda 13 million so'mga qadab olyapmiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Vaziyatga qaraymiz hozir. O'yindan kelib chiqib vaziyatga qaraymiz. 20 mi, 30 mi, может 40 mi. Agar beradigan bo'lsa, darshi ketaveramiz. Xo'p, 300 mingdan emas. 600 gami? 620 mingga olib ko'ramiz buni. Bersa yaxshi berib yuborishi ham mumkin. 10 ta spin. Mana bu 12 million so'm pulimiz qoladi agar bermagan taqdirda ham. Bersa kerak, lekin yomon emas boshlanishi. Skater. O, yaxshi. Sariq tepadan liniya. Sariq qo'shib yuborgan. Voy harom, qo'shmadi-da. Tepadagini qo'shib yuborish kerak edi. Va fioletga ketdi. Ziloni ham ketdi. Yaxshi, yomon emas. Yana ketdi. Assal olib berdi-yu. 80 ming. Bu yog'i agar tekin o'tib ketmasa zo'r degani bu. Turishida 5 ta. O, yaxshi. Yomon beryapti bolalar bugun. 234 ming. Mana bitta yaxshi liniya bor. Bitta kerak-da. Sariq tepadan. Skater qo'shganda zo'r o'lardi ama. Vasha gap yo'q. Xo'p, 270. Voy yetim, pustoy. O, jonizdan 500 ming bittada. Xo'p, sariq tepadan. Vasha gap yo'q. 900 ming beryapti. 600 ni qanchaga oldik? Bitta kerak. Nima qo'shgan, haromi? Oy, yaxshi. 950 ming so'm. Bo'lar ekan-u. Xo'p, nima qilamiz? Bitta qo'shamiz, berib turganda hozirgi 900 ga sirazi olyapman. 13 million so'm bo'ladigan bo'lsa 12 qoladi. Bersa bermasa chiqib ketamiz bu o'yindan ham. Yangi o'yinlardan bittasi shu ekan endi. Xo'p, fioletga o'ynaydimi pastdagi qizil yoki tepadan? Tushmadi. Bu safar yedi bo'lmaydi. Hop. Tak. Yo, bo'lmaydi bu safar yedik. Ay, yettimcha yeb qo'ydi bu safar bu. Ko'tarib xato qildingmi? 11 mingda 2 koeffitsiyentga beryapti bu yetim. Oy, mo sersaladi qaranglar, Basic o'ynaganini. O'yna yana. Qizil ketdi. Lekin bor-ku, mashina ham 200 ming so'm berib qo'ydi pashti. Bitta o'ynab bersa zo'r o'lardi atak. Yo qo'shib yuborsa-da. Haromidan skaterdan qo'shib bersami? 6 koeffitsiyent. Xo'p, qizil ketdi yana. Mayli, onasini emsin. 600 ming berdi shu turishda ham. Hop, 600 mingga yana bitta olib ko'ramiz endi, iloji yo'q. Bitta berib yuborsa kerak. Bitta zo'r berib yuborsa zo'r bo'lardi. Ma'noni qaranglar. Nasrina yaxshi bugun. Ko'z tegmasin, bir chiroyli ko'tarib turibmiz. Tak. Voy harom. Yomon yedi-yu bu. Chiqib ketaverish kerak degan ma'qulim degdi ekanda, shu 600 ga qaytaraman. Oxirida lekin zo'r berdi bundan oldingisida. Skater qo'shsa zo'r degani. Sariq ham ketdi. Qo'sh skater. Ikkita. Qo'shmayapti-da bu. Qo'shib bersa asal ish bo'lardi. Ikkita. Bitta yana. Yo'q, vallahi yedi bu safar. Chiqamiz bundan. Ko'z tegdi. Pulim olmadimi? Ha, oldi. Bu 12 million ko'rishdi. Ha, mayli. Men buchi Storm Coinmi? Hold End. Bu hali o'ynalmadimi bu? Hali nima bo'lmabdi bu o'yin. Endi nima qilyapti ekan? Tak. Orada menga kirib bittada 20 ga bosib yuborsanglar ham bo'laveradi. Jinni bu o'yin. Mana shunaqa berib yuboraveradi. 200 ming so'm bilan. Bitta 20 na. Endi xato narsa bo'lsa kerak edi. Oldi tushdi. 10 beradi hozir qaranglar. 10. 20 tushib bermagan yana aylanib. Iltimos 10.
O'tib ketdi. Tak. 410 bitta 10 dushiylik bitta. Shunda bermasa qochaman. 20 tushadi hozir. Voy harom. 10. Bu shunaqada 10 ni nima qilsa 20 beradi. Yana bitta 20. Voy haromi. Yana bitta 20 ga. Shu bersin jinni olib qolamanmi? Hey! Ha bo'ldi. Xullas yedi. Unga kiramiz. Hozir pulni qaytarib olaman, qarab turinglar. 400 ming. Bittada berib yuborgan. Tushmadi. Men 20 ni tushib berdi devdimda. Tur. Foydamiz bor baka. 30 berib yuborgan. Yurish shu etadi-da, mana shu. Oy, yaxshi. 12. Bitta oltini qo'shib chiqib ketaman. Oy, jonim. 14 million primer 21-minut. Normalniy. Xo'p, normalniy ko'tarib oldik. Почти 14x balansni yaxshi ko'tarib oldim. Tak. Qaysini o'ynab ko'rsak bo'ladi. Men bu yaxtizni ham bersa zo'r berardi-da. Qani edi yaxtizi. Mana. Shu o'yinda 100 koeffitsiyentdan berar ekan. 100 koeffitsiyent tushish uchun, xullas hammasi bir xil tosh bo'lishi kerak-da. 40 mingdan. Bitta yo'q. 10 marta olsaylik, bersa bermasa 3 4, hop, yaxshi. 5 6, yomon beryapti. 7 8 9 10. Endi bu yog'iga o'zgartiramiz. 90 100 bilan 10 ta bosamiz. 1 2 3 4 5 o'zgartirmaymiz 10 tagacha. 6 7 вообще bermadi. 8 9 oxirida 300 berdi, 10-sida 400 berdi. Xo'p, endi 100 200 dan 10 marta uramiz. 1 bitta berib qolish kerak, yaxshi koeffitsient. 2 3 4 5 6 7, voy haromi. 800 640 10 ta. Xo'p, nima qilamiz? Onlayni 300 dan 10 marta uraylik. 1 2 bitta to'g'ri kelamiz. Yaxshi koeffitsiyentga. 3 4 5 6 500 ming. 8 9 ammami emdirdi bu. Hammani ko'rsatdi. 400 1 2 1 million 600 ming. 3 4 5 6 1 million 200. Yomon ezdi-yu bu. 680 ming. 1 million 600 ming. Yana 1 million 200. Bergan bitta. Qo'shamiz endi yana. Voy haromxo'r. 10 martami? Mayli. 1 2 3 4 2 million. 5 6 7 8 bitta 100 koeffitsient shu o'samada adashib 850 mingmi? 8,5 millionmi yo? Voy yetim 850 ming ekan. Yomon yedi 1,5. Yomon ezdi-yu bu. 1 million 800 bergan. 2 million 400. Yana 1 million 800. Yana bitta ber chiqib ketaman. 1 million 800, 13 million. Bitta qo'shgan iltimos 1 million. Haromxo'r. Oy, 1 million 200 ekan bu. 2 million 200 chiqib ketaylik bo'ldi. Почти вес nimani balansni aylantirib chiqdik bor-ku. Bo'lmaydi ekan. O'yinni sal qiyinroq ekan u strategiya. Bitta obunachi yozuvdi, o'shani qilib ko'ruvdim. Xo'p, agar mana shunaqa strategiyalar bo'lsa yozib qoldiringlar. O'xshaydigan bir normalnisi bo'lsa, kimlargadir foydamiz tegadi bolalar. Men ham обязательно o'zim uchun ham ishlataman, mana sizlarga ham qo'ldan kelgancha o'rgatib o'tib ketaman. Xo'p.
Kinoga ketib beraymi? Qani kino? Kino ham zo'r o'yin, lekin agar berishni xohlab ketsa boru. Tak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ta bilan 200 ming bilan qani ketdik. Hech nima tushmasa 2 koeffitsient bo'larmidi? Bitta tushdi. Tak, yana shu turishda. 200 42 55 5 ta topishimiz kerak edi. 3 taga ham hech narsa bermaydi bu. Hop. 46. Yomon haromlik qildi-yu bu. Hop, 14 dan oshiqroq bilan kirganmiz. Shu summaga voy yetim, kino. Nima qilyapsan? Umuman tushmasa 2 koeffitsient. Oxirida bitta yetim. Yo tushsen tush, bo'lmasa haromlik qildi-da bu. Bitta qirg'larni berib yuborgan. Hech narsa emas-da, bu ham hech narsa emas. Oy. 3 ta 4 ta, bitta yana 5 ta. Yomon emas, 1,5 million so'm keldi. Yana shu turishda 5 koeffitsient, 5 ta tushsa 5 koeffitsient. Xato bo'ldi bu safar. 400 bilan 5 taga bitta tushib bergan, asal olib 2 3 4 bitta tushmadi. Bitta. Umuman tushmay yoki oxirida 3 ta tushib beryapti, haromxo'r. To'rtta, bunga ham hech narsa bermaydi-da bu. Bitta to'g'ri kelsa kerak 5 koeffitsient kechmasa. Tushib ber. Tushmadi bunda. Xullas, mana shu tanlagan raqamlarimizdan 5 tasi to'g'ri kelsa 5 koeffitsiyentda. Bermayapti bu. Oq oldim. Kirib. Bermasa qiyin-da. Harom. Umuman bermasa, vaqti tushmasa 2 koeffitsient. Oxirgisida tushyapti. Bu qanaqa haromi? Yetim. Bundan ko'ra bunga bosib olmayman. 500 dan achinmasdim shunga. Yetim. 2 bitta 10. Bermayapti. Bu ham yetib keladi-da, uje berdi, yetkizib olib keldi bu ham. Voy, umuman bermading-ku. 4 yaxshi, hech bo'lmasa, 20 chiqdi degandim hozirgi joyiga. 2 ta chiqibdi. Bu 7 8 yaxshi, 4 million. 10 da ber, iltimos. Yig'laylikda 10 marta bosib oray. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berdi. Haroma 10 da o'tkazdi. Bekardan o'tkazib yubordim. Ikki beryapti bu, yetim. Kimi? Ne qilamiz bola, bundan chiqaman. 10 ga kiraman, bilmayman. Mana uni bersa 8 million keladi agar 20 koeffitsient shu bersa. Bekardan anonga ham o'qib yuboryapman, berib yuborish mumkin-da bu. 10 tushdimi? Rahmat, spasiba. Bitta 20 iltimos, bitta 20 8 million. Yana 10. Haromxo'r. Yigirma. Bitta tushib ber, iltimos. Yana 10 tushdimi? 7 tushdi. Bermasa qiyin, bitta mana 20 adash 3 olmasam qiyin narsa endi.
Oqdim. Bitta. Yaqiniga ham bormayapti. Yana 10 tushyaptimi? Bitta 20 tushib ber. Mana senga 5 yana. Harom. 20. Jonim meni, jonim. 12 million bo'ldi. Oqdim degan joyimdan chiqdim. Endi mana o haromini o'ynayman-da 400 dan. Hop, bitta ushlaymiz. 8 bo'lsa ham 2, hop. 2 yana, mayli, 2 bo'lsa ham berib tur. O, yaxshi, tur. 2 bor. Mayli. Tak, o, yaxshi, tur. Mana уже vaqti ham 31 minutga qarab ketyapti. Normalniy 16 ko'tardik. Bu 15 bo'lmaydi-da, bo'lmaydi-da. 2 koeffitsient yana 2. 15 dan o'tkazib oldim-u, bitta qo'shib olsa zo'r bo'lardi-da. Ashla deb turib oqib olaman-da hozir. O, jonim, 17.